korxonamiz tomonidan yetishtirilib kelinayotgan yana bir dorivor o'simlik bu mavrak o'simligi hisoblanadi. Mavrak o'simligini ruscha nomi shalfey deyiladi. Bu o'simligimizni asosan shu antiseptik ta'sirga ega bo'lganligi uchun bu tomoq og'rig'iga yaxshi foyda beradi. Bu o'simlikni biz korxonamiz tomonidan filtr paketda fitochoy ko'rinishida qayta ishlab kelamiz hamda tabletka ko'rinishida ham qayta ishlab kelinadi. Asosan yer ustki qismi, ya'ni barglari ko'proq ishlatiladi. Bu o'simligimizni yig'ishtirib olib, maxsus o'sha stelajlarda quritib saralash punktiga yuboriladi. Begona o'tlardan tozalanadi. Hamda bu dorivor o'simligimizni dorivor preparat ko'rinishiga keltiramiz.